Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun yana parnigimizga sabzi ekish ishlarini amalga oshirmoqchimiz. Bunga por solganmiz. Jo'yalar aralig'i 70 cm. Keyinchalik kimga qanday mana shunday shaklda ustidan bosib chiqamiz. Bir tarafga olib chiqasiz. Keyin ustini mana shunday holatga kelgan bo'lsa, mana shunday qilib bosib chiqasiz ustidan. Yoncha yurib bosib chiqasiz. Shunda suv quyganingizda keyinchalik masalan egib turib kapilnidanmi, oddiydanmi, masalan yerdanmi, bo'ynagi ariqdan suv quyganingizda yorilish bo'lib ko'p urug'lar ochilib qoladi. O'shanda poteriya nima deydi, yo'qotish ko'p bo'lib ketadi. O'shaning uchun iloji boricha ustidan bosib chiqqan ma'qul. Buni yosh katta bobolarimiz shu yutib ekishgan. Shundan bilish mumkin. Hozir endi balki ko'pchilik bilar, bilmaganlarga eslatma. Keyin yana bitta narsa so'ralgan. Mana bu turba. Turbamizning aralig'i 2,5 metrga, turbani uzunligi mana. Turbani uzunligi 12 metr. Ya'ni 10 metrlik turbaga 2 metr ulab yerga qo'yilgan. Endi savol tug'ilishi mumkin, qanday? Yarim metr kirgizasiz. Iloji boricha hisob kitob aniq olishingiz kerak. Yarim metr kirgizsangiz 12 metrlik klonka to'g'ri keladi. Chunki yarim metr kirgandan keyin 1 metr yo'qolib 11 metr bo'ladi turbaning balandligi. 12 metrlik klonka yopsangiz, o'shanda ham kissangizga foyda, ham razmer to'g'ri chiqadi. Bo'lmasam 14 metrlik klonka yopishingiz kerak. Har bir klonkaning metri o'ziga yarasha ustiga minadi-da, qisqasi. Buni ustiga keyinchalik yana ko'rsataman. Ya'ni mana shunday qilib yurib chiqyapmiz yonmachasiga. Ya'ni mana bu yerda ham ko'rsatishim mumkin. O'shuni tekis agar bo'lsa bosib chiqiladi. Keyinchalik esa bosib chiqdingiz. Bosib chiqqaningizdan so'ng bu tarafdan jo'ya olgan bo'lsangiz, endi teskari tarafidan o'zini ustiga yopib chiqasiz. Chunki qattiq bo'lib qolmasligi kerak. Keyin ozgina grabillanib qo'yiladi. Keyingi videolarda ham yana qo'yib boraman. Bunga qanday ekiladi, qancha urug' ekiladi, o'shalar haqida ko'rib borishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.